Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 11-fevral mana chorshanba 2026-yil. Eng arzon oyoq kiyimlari 50 ming so'm deyapsizmi? Eng qimmati nech puldan? 40 mingdan boshlanar ekan, hop 100 ming so'mgacha ekan. Oyoq kiyimlar. O'zbekistondikimi bular? Hammasi Xitoy ekan. Dona ham pochka ham bor. Donaga narxlar qanaqa bo'lyapti? Donaga ham pochkaga ham biz. Narxi bir xilmi? Razlistasi bor. Ha. Donaga, pachkaga sal 5 ming farqi bormi? 15-20 ming. 15 ming so'm, 20 ming so'm farqi bor ekan donaga agar olsalaringda. Hop. Shunaqa oyoq kiyimlar ekan. Telefon nomerlaring bormi, yo'qmi? Telefon nomerlari yo'q ekan. Siz Bobosbek bozoriga kelganlaringda o'sha paypoq do'konga yetmasdan mana ko'rsatib qo'yamiz. O, ertadan paypoq do'kon bor bu tomonida.